Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Unutasızlarma, unutpaysızlarma. Biz Müslümanız. Müslüman bo'lgandan keyin bizga shariatning hukmi bo'ladi. Ya'ni Allohning hukmi. Nening halol, nening harom ekanini bast etib Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytib o'tgan. Endi Allohga shukr deymiz, aroq degan beladan qutuldik o'sha to'ylardan. Biroq tag'in bir ikki narsa bor, hurmatli tamodalar. Birevi mana muzika degan beladan qutulishimiz kerak. Bu shariatga tükka say kelmaydi. Ikkinchisi, urg'ashlar bilan erkaklar bitib birga o'tirib bo'lmaydi shariatda. Keyingi to'ylarda tamoda anam sevan qulog'ini altına surgan. Sebebi biz baribir Allohning oldida bilamizda javob beramiz. Biz endi turkum to'qmoqdik, shuni aytib o'tishimiz kerak. Mana anchilar xafa bo'lmasin ham janob ro'zalar deganda qarindoshimiz kelyapti-da. Ularda endi so'lda to'y o'tkazib, ularda sal piyman tushib qoladi-da, julduz bo'lmay yerga tushadi. Потому что shariatda ularda mening aqalashchisi deb aytadi-da, azonchisi shaytonning. Sultan onun için kalamaydı mı şeytan kazanısı? Endi biroq men o'z tilagim o'shanday. Jalpa baxtli bo'lsin deymiz. Baxt degan biroq narsa. Men ko'pchilik bo'lsam, sendan kechirim so'rayman. Ne dediğimiz ko'ga Allohdan kechirim so'raymiz, canım. Rahmet.